Siz bu filmlarni oxirigacha ko'ra olmaysiz. Hech qachon qo'rqmaydiganlar uchun. Zulmat va yovuzlik. Bu filmda maxluqni ko'rmaysiz, uni faqat his qilasiz. Siz qayerda bo'lsangiz, u ham o'sha yerda. Xo'st, hammasi hazil kabi boshlanadi. Zoom ilovasida ruhlarni chaqirishadi va oxirida siz tushunasizki, bu hazil emas. Debora Logan iblisi. Siz uni kasal deb o'ylaysiz, lekin u bundan ham yomonroq bo'lib chiqadi. Yaxshisi film davomida ko'ra qoling. Gonjiam ruhiy kasalxonasi. Bir guruh blogerlar ruhiy kasalxonada stream olib borishadi. Maqsad mashhur bo'lish, lekin vaqt o'tishi bilan hammasi izdan chiqa boshlaydi va u yerdan hech kim tirik qaytmaydi. Agar bularning hammasini yolg'izlikda va qorong'uda ko'ra olsangiz, demak sizni qo'rqitadigan bu dunyoda hech nima yo'q. Fikringizni izohlarda ulashing. Siz bu filmlarni oxirigacha ko'ra olmaysiz. Hech qachon qo'rqmaydiganlar uchun. Zulmat va yovuzlik. Bu filmda maxluqni ko'rmaysiz, uni faqat his qilasiz. Siz qayerda bo'lsangiz, u ham o'sha yerda. Xo'st, hammasi hazil kabi boshlanadi. Zoom ilovasida ruhlarni chaqirishadi va oxirida siz tushunasizki, bu hazil emas. Debora Logan iblisi. Siz uni kasal deb o'ylaysiz, lekin u bundan ham yomonroq bo'lib chiqadi. Yaxshisi film davomida ko'ra qoling. Gonjiam ruhiy kasalxonasi. Bir guruh blogerlar ruhiy kasalxonada stream olib borishadi. Maqsad mashhur bo'lish, lekin vaqt o'tishi bilan hammasi izdan chiqa boshlaydi va u yerdan hech kim tirik qaytmaydi. Agar bularning hammasini yolg'izlikda va qorong'uda ko'ra olsangiz, demak sizni qo'rqitadigan bu dunyoda hech nima yo'q. Fikringizni izohlarda ulashing.